Ilmli ayol madrasadir, jamiyatni, xalqni tarbiya qiladi. Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. 3 ta hayotiy ustoz bor: och qorin, bo'sh cho'mchak, yaralangan qalb. Bularni ko'rmasdan turib hech muvaffaqiyatga erishib bo'lmaysiz, iloji yo'q. Chingizxon 15 yil qul bo'lib yurgan. Einstein, hamma olimlar juda qiyin, mashaqqatli yo'llarni kesib o'tishgan. Masalan, Thomas Edison lampochkani ixtiro qilgan inson. Eshitganmisiz uni onasi xat jo'natganini? Mana shu onasiga xat boradi. Thomas Edison xat olib boradi. Xat olib borganda Thomas Edison onasi o'qib beradi shu xatni. Bolangiz juda layoqatli ekan. Maktabimiz ta'limi unga yetishmayapti. Endi uni boshqa maktabga o'tkazing. Thomas Edison omadlariga kelib, yaxshi natijalarga erishgandan keyin o'sha xatning originali qo'lga tushib qoladi. O'sha xatda nima yozilganini bilasizmi? O'g'lingizni juda aqli kalta. Bizni maktabimizga to'g'ri kelmaydi. Uni ruhi tanqis maktabga jo'nating deb aytilgan. Qarang, onani bir dona gapi qanday insonni yaralishiga sababchi bo'ldi. O'shaning uchun ilmli ayol madrasadir, jamiyatni, xalqni tarbiya qiladi deb ko'p gapiraman. Va erkaklar ham juda ko'p